O'ting, o'tib ola qoling. Rahmat. Rahmat aka, baraka toping. Mana mashinaqada bularga yo'l berasan, bitta avarinkani yoqishga yaramaydi. Moldek ketaveradi. Subhanalloh. Qani endi yo'l bermasangiz aka? Nima endi? Yo'l bergan yaxshi-yu, savob bo'ladi. Shu mashinaga hozir yo'l bermaganingizda qaysi maqomda bo'lsangiz, o'sha maqomda turgan bo'lardingiz. Ya'ni siz uchun hech narsa yo'q edi. Holbuki endi siz uni orqasidan g'iybat qildingiz, haqorat qildingiz bir musulmonni va gunohkor maqomida bo'lib qoldingiz. Undan ko'ra qani endi yo'l bermasangiz. Avarinkani chirog'i dunyo va oxiratda hech qat'iy yoritmaydi. Ammo siz bir yaxshilikni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, oxiratda yuzingizni yoritishi aniq.